Yo'q, hammasi yaxshi. Hammasi joyidami? Ha, o'zingizdachi? Yaxshi, rahmat. Juda chiroylisiz. Rahmat. Nima qildik? Bugun ishdan keyin ko'rishamizmi? Albatta ko'rishamiz. Lekin ertaga ko'risha olmaymiz. Nega? Sababi erim tug'ilgan kuni. Uyda bo'lmasam bo'lmaydi. Keyin qarindosh urug'larimiz keladi. Ularga yaxshi qarashim kerak, dasturxon bezashim kerak. Shuning uchun Shunaqami? Bir kun ko'rmasak, bir-birimizni sog'inib qolamiz-ku. ko'rsangchi. Yo'q, to'g'risi ham. Ishxonangizga tashlab qo'yaymi? Yaxshi bo'lardi.